Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari. Janob bugun 23-oktyabr, kunga bo'lsa 4-kun, yilga bo'lsa 2025-yil tug'ilganlar. Bugun biz Jalolobod oblasti Manas shahrindamiz. Bugun ishni жұмыстар bilan jetib qoldik bozorga. Birli video yükleydik o'xshaymiz. Matchlardan albatta. Bugun match qiziq bo'lishi kerak. Instagram baraqcha açtık. Qirg'iz bozor deb. Al жаққа деле kirib xat olib qo'ysangizlar yaxshi bo'lmoq. Men ссылкасini videoning tugini sakirib etib qo'yim. Negizi kechki bozor qiziq bo'ladi. Mashina ozroq ekan to'g'onlar. Qo'ygansizlar, mashina ozroq ekan. Negizgi bozor kechki bozor bo'ladi. Aldı satdı kechinde bo'ladi to'g'onlar. Bismillah deb anda biz ishni boshladik. To'g'onlar, bunun bahsi yozilib 2010-yilgi bir ob'yom deydi to'g'onlar. Agarda kimga qiziq bo'lib turgan bo'lsa, bahsini to'g'ongi nomerlarga chalib bersangizlar bo'ladi. 707 55 38 38. 5 komplektatsiyada ekan. 4 aynekleri dele elektro götürgüçtü. İçki alanlarını gösterilirsek eşiğe cevabı. Daha bir maçsız. 2006-yılki 08 ob'yomda bahsi olsa 160 ming so'm deydi. Telefon nomerleri 772 28 90 22 deydi. Aslanın sırf havalarını göstermişler bu. Daha bir Matiz 2 unası 2005-yılki ob'yomi 1 mexanikada. Telefon nomerleri 554 78 92 78 deydi tuğanda. Aksas qancha ekan hojiki? 250 ming so'm kemi var da o'ttir tuğanlar. Bu yerda savdo bo'lib o'ttir. 200 ming so'm deydi, 2007 deydi. 08 ob'yomda deydi tuğanlar. Hozir bilamiz qancha bo'lib o'tadi. Region 06. Ularni ayting. Qancha bo'ladi aka? Nima maç savdo bo'ldi? Qancha bo'ladi? Qancha berishdi? 160. Tuğanlar bu zaten böyle tartmayla 160 berip atır 200 ming degan yerinden. Negizi qiziq bo'lish kerak sizlarga savdo. Biroq daha bir Matiz 3 unası asman sveti ekan, sveti bilan. Qog'ozni antarib qo'yib turib, poxod sotib olishadi. Taqsir sizdanmi? Aka mashina sizdanmi? Qancha ekan? Aldınız, qancha aldınız? 310 ming so'mga olib turibdi unda. Серебристый Matiz 2 08 ob'yomda расходni 4-6 yozib qo'yib turgan. Negizi shunday ASEVI, JVI men to'g'risida bilmayman. Minganlar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Bahsi 270 ming so'm deydi. 550 99 48 08 telefon nomerlarini. Telefon nomerleri shunday ekan. Region 06. Matiz 2 unasi daha bir. Şu reshetkalarda jarashadi ekan Matizgacha. Yılı olsa 2007 08 ob'yomda bahsi 210 ming so'm deydi. Telefon nomerleri 226 20 26 46. Telefon nomerlerini chalsangizlar bo'ladi. Agar kimda-kim qiziq qolsa, ava turgan o'yi bo'lib qolsa, Matiz istab turganlar bo'lsa, telefonga chalib aylansangizlar bo'ladi. Va bir Серебристый sveti Matiz 2, yılı olsa 2011. Ob'yomi 08, bahsi 280 ming so'm deydi. Agarda kimga qiziq bo'lsa, 554 41 00 15 telefon nomerlarini chalib aylansangizlar bo'ladi to'g'anda. Mashinani sirtqi havollari yaxshi ekan. Так, mini linzava или linzava. Ne oldu? Tumannikleri dele. Nima? Aslında sırtqa olacak ekan to'g'onlar.
Kıpkızıl svetli Matiz 2 unası motorun avalını ko'rsatishlar bor. Yılı olsa 2007, объемы 1. Telefon nomerleri 551 54 02 54 deydi tuğanlar. 5 komplekt satsa ekan. Tuğan qancha puli? 280 ming so'm deydi tuğanlar. Bozor qancha qiladi? 250 qildi. 250 ming so'm qilib bozor tuğanlar. İçinde esa bo'libdir. Mana tartayla qo'yay. Matiz 2 unasi tuğanlar sırt havalı. Ko'rsatishlar bor. Kapaklarda qo'ygan o'xshaydi. Bahası 240 ming so'm deydi. Telefon nomerleri 995 55 80 81 deydi. Yılı olsa 2007 08 объемda. Tuğanlar. Daha bir Matiz 2 unasi tuğanlar. Sende mi? Qancha mı? 200 yılı ki? 2006. Объем 08. Muhtar tuğanlar. 200 ming so'm deydi. Sırt havalları. Maşinanın sırt havalı yaxşı ekan. Biraz жұмыштар бар ekan. Anan maşina yaxşı görünbey atkan bo'lishi mumkin. Bir moyka qilib qo'yish kerak ekan tuğanlar. İçki havalını ko'rsatib qo'ydi. Şöyle sonunki. Aldığınca aynekleri elektro götürülmüştü ekan tuğanlar. Kimge qiziq bo'lsa. Telefon nomeri qanday? 221 221 64 64 74 74 telefon nomerlerinden çalıp aylansanızlar bo'ladi, kimge qiziq bo'lsa. Daha bir Matiz 2 unası tuğanlar 2006 yılki объемы 1 ekan. Tak, akçası olsa 220 ming so'm deyaptir. Telefon nomerleri 276 25 62 56 deydi. Maşinamız sırt havalı. Aka maşina sistem be. Bazar qancha qilyapti? 190'a berib edingiz, ha? 190 ming so'mga berib edim deydi tuğanlar. Bir Matiz 2 unası, yılı olsa 2009, объемы olsa 08. 190 ming so'm baho aytilyaptir, tuğanlar aytib o'tishibdir. Tak, telefon nomerleri 706 84 20 03 deydi. Aksiya deydi tuğanlar. Bazar qancha qilyapti? Maksimum qancha qilishdi? 70-80 o'ynayotishadi. Har kim har qanday so'rab o'tadi deydi tuğanlar. Kimga qiziq bo'lsa, chalib baylansanızlar bo'ladi telefon nomerini. Daha bir Matiz 2 unası tuğanlar. Yılı olsa 2007 08 объемda, bahası 240 ming so'm deydi tuğanlar. Telefon nomerleri 502 11 31 21 deydi tuğanlar. Svetini qo'qon gilas svet deb qo'yiblar buni bizda. Akalarimiz jana suylashib o'tiradilar. Negiz oldidan o'tib ketdim, tartmadimlar. Poxod savdo oladi o'xshaydi dedim. Bahası 260 ming so'm deydi. Abi yılı olsa 2003 telefon nomerlerini. Tuğanlar telefon nomerleriga chalib suylashsangizlar bo'ladi. Bozor qancha qildi? 230 ming so'm qilibdir bozor. Tuğanlar. Aslında sırt havalı yaxshi ekan. Biraz so'rishlar bo'lishi mumkin. Tuğanlar daha bir Matiz 2 unası bozorda. Bu eski nomerde ekan, qancha yildan beri minasizmi? 11 yıldan beri. Vagondan özüm düşürüp alganman maşina. Ana, vagondan özüm düşürüp olgan deydi. Nomerleri eski. Atamata da maşina. Basını 330 ming so'm dediniz, ha? Kam bo'ladi. Конечно, 2005. Tartib olmayman aka. 4 aynekleri 4 öten elektro götürmüştü ekan tuğanlar içki havalları. Avtomat korobka. Maşina yaxshi ekan. Motorunu ham жаңы жасап qo'ydim. Ikkala apqatga chiqdi. Bozor qancha qildi aka? Bozor qiladi. Yaxshi pul berib aytadi deydi. Akam qiziqtirib aytadi deydi. Oqsoqol mingan maşina ekan, ha? Probegini qarayapti-da. Probeg 150'ga yetmagan deydi tuğanlar. 149 ming probeg ekan. Tak maşinani sırt havalıları, içki havalıları yaxshi ekan. Matiz 1 izleyenler var mı tuğanlar? Çok kızıl svettekin.
Жылы 1998, 08 объемда 175 000 сом деп жазылып тұр. Телефон номерлері 224 66 99 02 дейді. Машинаны тақай қылып жасап қойып тұр. İçi de taze eкен. Kimге қызық болса салып сөйлесіп көрсеңіздер болады. Папақай сүветті Матис 2 унасы 2012 жылғы бағасы 250 000 сом дейді. Телефон номерлері 509 43 52 11 дейді. İçi İşleri kullandı. Havalı. Burada bir Serebristi Matис 2. Region 06 ken tuğanlar. Жылы olsa 2006 08 объемда. Telefon номерлері 555 жоқ 550 90 09 02 дейді. Бағасы 170 000 сом дейді. İşten çarçap kelgen жерибиз бар. Кичине ката кетирип, ката сүйлөп алсак түшүнүп коесуздар. Дагы бир Матис 2 унасы туугандар. Баасы 320 000 дейт. Жылы болсо 2009 экен, 1 объем экен туугандар. Машинанын сырткы абалдары жакшы, сонун десек деле болот. Телефон номерлери. Ички абалы деле жакшы экен. Машинанын ичи деле приятный экен. Кара, эшиктер ушундай болгонбу? Эшиктер эмне оор ана? Айнектер төртөө тең электро көтөргүчтө экен туугандар. Машинанын сырткы абалы жакшы экен. Сонун десек деле болот.